Assalomu alaykum. Humoyun Ustoz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz kuzatuvchilari, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar? Aziz yurtdoshlar, musofirda yurgan aka-ukalar, Xudo xohlasa navbatdagi ishimizni ham bitirib, ustanovka jarayonlarini tugatdik. Albatta yana bir fayzli xonadonga chiroyli qilib, zakaz bo'yicha tayyorlab, uzum toklarini olib kelib, ustanovka qilib berdik o'z joyiga. Albatta, hurmatli yurtdoshlar, videolarimizni oxirigacha ko'rsalaring, bu o'rnatgan ishimiz bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Qanaqangi materiallardan foydalandik uzum tokka? Kvadrat metrini necha puldan olib ustanovkasini qilib berdik? Razmeri necha bo'ldi? Albatta to'liq sizlarga kerakli bo'ladigan ma'lumotlarni berib o'tamiz va narx-navolari bilan ham tanishtirib o'tamiz. Uzum tokimizni hurmatli yurtdoshlar, Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumaniga olib o'rnashtirib berdik. Albatta xonadon egalari o'zlari bizning YouTube kanalimizni ko'rishib, chaqirishib, bizni aloqaga chiqishib, albatta zakaz qilishganda, mana shu uzum tok katalogimizni o'zlariga yoqqan fasondagisini tanlashib zakaz qilishganda, o'zimiz kelib o'lchab ketib, mana olib kelib, shu 1,5 oy deganda joylariga chiroyli qilib ustanovkasini qilib berdik. O'zlaring ko'rib, videoni oxirigacha ko'rib, ishlarimizga baho berasizlar. Albatta ishlarimiz yoqsa bittadan like bosib, kanalimizni qo'llab-quvvatlab qo'yishni unutmaysizlar. Aziz yurtdoshlar, uzum tokimiz mana shu aylana P holatda bo'ldi, P shaklda. Mana shu darvozaxonadan kiraverish, bu hovlining katta tomoni va bu tomonga mana shu bukilgan holatda bo'ldi. Endi bir qator videoni o'tkazmasdan e'tibor bilan oxirigacha ko'rsalaring, albatta temir mana shu uzum tokka ketgan barcha mahsulotlari bo'yicha ma'lumotni berishni boshladik. Aziz yurtdoshlar, bu uzum tokimiz 100% profil temir mahsulotidan tayyorlandi. Uzum tokimizni mana yaqinlashtirib ko'rsatib o'taman. Ana shu firmalarini tepasi 6 ga 4lik, 1.7lik stenali profilda bo'lgan, past qismi 4 ga 2lik profilda bo'lgan. Oralariga mana shu esgulni 10lik kvadratda eshilgan kattasidan qo'yib, oralariga mana shu ramashka gulchalarini qo'yib, albatta uzum tokimizga yanada vid berish maqsadida bu gullardan foydalanganmiz va tillarang svetga bo'yab, chiroyli qilib ishlab berganmiz. Va uzum tokimizni aziz yurtdoshlar, mana shu xori qismini lazerniy variantda qilib, bu ham mana shu uzum tokimizga vid berish maqsadida qilingan. Shuning uchun bir qator yaqinlashtirib ko'rsatib beryapman va kashak gullarini bagatisidan qo'yib, albatta uzum tokimiz juda ham baland, sifatli mahsulotlardan foydalanilmasa, bu holatda bir kichikroq gullar ko'rinmaydi albatta. Shuning uchun shu bagatisidan ko'zga tashlanib turadigan va mana shu qilingan ishni ochish, chiroyli ko'rsatish maqsadida albatta sifatli temir mahsulotlaridan, gullardan foydalanganmiz. Hurmatli yurtdoshlar, endi bu uzum tokimizning stoykasi albatta 8 ga 8lik 2lik stenali profildan foydalanganmiz va taglariga 1 metr qismiga mana bunday qilib, bu ham bir uzum tokka vid berish maqsadida shu 10 yo'llik tumbalardan har birining orasiga qo'yib chiqqanmiz. Mana shu ustunlarning orasi 330 cm razmerdanga bo'ldi. Endi tepa qismi 50 cm-danga 3 ga 2 profil svarkalab chiqqanmiz shada qismiga uzum tokimizni. Kraskasiga to'xtalib o'tsak, kraskasi albatta mokriy asfalt svetda. Hozirgi kunda temir darvozalarga, reshotkalarga, uzum toklarga sepilyapti turgan kraskadan, hammer kraskadan foydalanganmiz. Albatta trendga chiqqan rang, trendga chiqqan kraskadan foydalanganmiz. Boshqa kraskalarga qaraganda bu yog'in-chachinda turadigan joylarga albatta juda ham qo'l kelyapti. Yaxshi sifatli xizmat qilib beradigan kraska, shu hammer kraskadan foydalanganmiz. Bir tomonni polni mana shu kazirokni shiferning ustiga tushirilgan, 50 cm shiferning ustiga mingan uzum tokimiz va bu tomonni mana shu P holatda qilib, xorlarini lazerniy variantda qo'yib, orasiga chetlariga 4 ga 4 profildan foydalanib, chiroyli qilib mana joy-joyiga qo'yib, ustanovkasini qilib tugatdik. Hurmatli yurtdoshlar, bu uzum tokimizni 1 kvadrat metrini 240 ming so'mdan tayyorlab, xizmat haqisi, dastavkasi, ustanovkasi, materiallari, kraskasi hamma yo'q ichida qilib, olib kelib ustanovkasi jarayonlarini tugatib berdik. Общий summasi uzum tokimiz
kvadrati kattaligini hisobiga 34 million so'mga tushdi. Albatta shunaqangi xonadoniga sifatli temir tok, naveslar qo'ydirish niyatida yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa kelishilgan holda O'zbekiston bo'ylab zakaz qilingan manzilga tayyorlab, chiroyli dizayndagi uzum tok naveslarni olib borib ustanovkalarini qilib beraveramiz. Hurmatli yurtdoshlar, rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.